odam qilyaptimi shu ishni? Osmonda yulduzni 20 asr oldin bittasi urgan ekan desa, значит men ham uraman deng. Odam urgan ekan, men ham uraman deng. Uralaman men buni deng. Ha bizchi biz nima qilamiz? Ha bizga qatta deymiz. Yo'q. Bunaqangi himmati past bo'lmasligi kerak musulmon odam. Bitta joyda masjid qurilishni boshlandi dedimi, shuni armaturasini men olib beraman deydi. 50 tonna ketargan desa, bu $750 dan men olib beraman. 40 ming, 42 ming dollar qilib beraman men deyish kerak. Shunaqangi himmatni baland qo'ysak, keyin inshaalloh intilishimiz ham, niyatimiz ham, harakatimiz ham shu bo'ladi. Rasululloh alayhissalomning hadislari borki, ummatime yaxshisi deganlar. Ya'ni yaxshi odam dinini deb dunyosini tashlab qo'ymaydi. Dunyosini deb dinini tashlab qo'ymaydi. Bu degani nima degani? Ibodatini ham qiladi, pulini ham topadi, pokiza yuradi, mehnat qilib haloldan topgan pulini haromga sarflamaydi.